Osmani sultanları. Sultan 1. Ahmet. Osmani dövletining 14. padişahı. Hüküm sürgen davri 1603 yildan 1617 yilgacha. U 1603 yili 22 dekabr taxtga chiqdi. Taxtga chiqqan chig'ida 14 yoshda edi. Hatto sunnatimi taxtga chiqib bir oydan keyin qilindi. Qilgan tunji ishi davlat ishlariga aralashib olgan mo'misi Safiya sultonni o'rnidan yiroqlashtirish bo'ldi. U taxtga chiqqan chog'da sharqda Iron, g'arbda Avstriya bilan urush bo'lib o'tadi. 1602 yili Iron bilan Nasuh Pasha kelishimnomasi imzolandi. Shuning bilan bu yerdagi jang vaziyatiga xotima berildi. 1606 yili Avstriya bilan Zitvaturk kelishimnomasi imzolandi. Bu shartnoma bilan Osmani davlati Yevropa davlatlari bilan qonuniy barobarlikka ega bo'ldi. Jalali nomidagi isyonlar 1. Ahmad davridami davomlashdi. Quduqchi Murad Pasha bu osiylarning hammani qilishdan o'tkazdi. Urush sababli Anatoliyada butun tijorat to'xtatildi. Tirikchilikmi yo'q bo'ldi. Nahiya va qishloqlar xarobiga aylandi. 15 yillik isyonlardan keyin Anatoliya Jalalilardan qutulib, davlat avatgan adolatnomalar bilan odamsiz qolgan nahiya, shahar va qishloqlar ovotlashishga boshladi. 1. Ahmad dindor bir podshoh bo'lib, aroq ichishni man'iy qildi. 1. Ahmad oshqozon og'rig'i bilan 1617 yili 22 noyabr vafot topdi. 14 yoshi taxtga chiqib, 14 yil hukm surdi. Vafot bo'lganda 28 yoshda edi. 2. Salmondan keyin davlat ishlari bilan eng ko'p mashg'ul bo'lgan 1. Ahmad edi. Mijozi qo'pol bo'lib, xatolarni aslo kechirmaydi. U Sultan Ahmad masjidini soldirdi. Masjidning yoniga saroy, madrasa, shifoxona, maktab, qisqasi bir kulliya bino qildirdi. Ahmad va baxti taxallusi bilan she'rlar yozdi. فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم